Videoni boshida bitta narsani aniq aytishim mumkinki, bu uyimizni biza aytayotgan hozirgi narxga aniq arziydi. O'rtoqlar, nimaga bunaqa deb boshlayotganimni video davomida tushunib olasizlar. Avvalambor assalomu alaykum. YouTube dan kuzatib kelayotgan qadrbaland qadrdonlar. Ayni damda biz Do'rmonga yetib kelganmiz. 6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu burchakdagi uyni to'liq obzorini qilib ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxlar bilan aytib o'taman. Haqiqatda uyimiz zo'r ekan. Shaxsan o'zimga ham rosa yoqdi, niyat qildim va mana shunaqa uy olishni niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Kelinglar endi tashqaridan boshlab sizlarga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'chamiz asfaltla qilingan, hamma kommunikatsiyalar bor, sentralniy kanalizatsiyalargacha uyimiz burchakda bo'lgani uchun juda ham chiroyli proyekt qilingan ekan. Yashil hududlarni va bu yoqda avtomobil qo'yish uchun joylarni ko'rasizlar. Bemalol masalan uyda ikkita mashina bo'lsa ham, mana bu yoqga bitta va bu yoq darvozani oldiga yana bitta qo'yadigan bo'lsak, ko'chadan o'tadigan mashinalarga umuman xalaqit bermaydi. Endi juda ham bir bejirim qimmatbaho darvozalar orqali marhamat uyga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb kiraverish navesimizni uzun qilib shu hovlimizni oxirigacha qilingan kattagina, e'tibor bersanglar mana dachniy stullar, tapchallar, yozgi oshxonalar, hamma sharoitlar bor. Hattoki bu yoq hovliga televizorlargacha qo'yib qo'yishgan, xolodilniklargacha, gaz pech deysizlarmi, qozon o'choq, qo'shimcha mikrovalnovkalar, mo'ykalar, yozgi oshxona bo'lsa mana shunaqa bo'lsin ekanda. Hammasi granit toshlardan baquvvat qilib qilingan. Endi o'rtoqlar, mana bu hovliga ahamiyat beringlar-da. 6 sotixli yer maydoniga qurilgan imoratimizni kattagina keng, mana shunaqa yashil hududlari, palivlari o'zimga to'g'risi rosa yoqyapti. Haqiqiy fayzli xonadon deb mana shunaqa uylarni aytadi-da. O'zi kirganda odam, men o'zim ko'nglim sezadi-da, qanaqadir fayzli, juda ham bir chiroyli, hamma sharoitlar akkuratniy qilib hozirgi kunda ham foydalanilyapti va uyimizning, hovlimizning to'g'rirog'i naryoq tarafda endi joyi ko'ryapsizlar. U yoqda hovli uchun bitta hojatxona va uyimizning eng asosiy isitish tizimlari orqa tarafda bitta xona qilib, shunga ichkariga tiqilgan ekan. Bu zo'r qilingan albatta va bu tarafda mana yana bitta eshikni ko'rishingiz mumkin. Old tarafda kichkina, bu eshik kichkina bitta kladovka xona, uyimizning elektrochaslari, ya'ni stabilizatorlar joylashtirilgan alohida xona ekan. Uy ichidan tashqarida qilingani zo'r bo'libdi. 2 qavatli imoratimizni umumiy hisobda 10 ta xona, oshxona va yuvinishxona, hojatxonalar bilan birgalikda shu 400 kvadrat metrdan oshuv deyishyapti. Endi hozir uy ichiga kiramiz, hamma sharoitlarni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana shu rakursdan bu yoq taraflarni ham ko'rsanglar, kattagina yashil hudud. O, naryoqda ko'ryapsizlarmi? Yozda o'tiriladigan kachelilar qo'yib qo'yishgan kiraverish darvoza xonamiz. Uy zo'r lekin ichkariga kiramiz. Ketdi. Bismillah deb uyimizdan ichiga kirib oldik o'rtoqlar. Asosiy kiraverish eshigi, keng yo'li ko'rishingiz mumkin. Uy egalari aytishligi bo'yicha 2021-yilda noldan qurib bitqazilgan va ko'chib kirishgan. Hozir video davomida o'zingiz tushunib olasizlar, uyimizni sotuv uchun qilinmagan, haqiqatda yashash uchun baquvvat zo'r qilingan ekan. Mana kiraverish yo'lida o'ng tarafda bitta eshik ko'ryapsizlar. Uni kiramiz, ichkaridan ko'rsatamiz. Bu yoqda shunaqa xona qilingan ekan, kir yuvish xonasi. Mebellar mana bu yoq taraflarida ko'rsanglar va ikkita kir yuvish mashinasi qo'yib qo'yilgan, yaxshi brenddan. Uy egalari aytishyaptiki, deyarli hamma narsani yangi egasiga qoldirib ketamiz deyishyapti. Olgan odamlarga aniq baraka topadi. Uyga kirib kelganimizda endi yo'lning chap tarafini ko'rsak, mana shunaqa shkoflarni ko'ramiz. Juda ham chiroyli. Mehmonlar kelganda ham kiyimlarni bemalol qo'yib qo'yish imkoniyati bo'ladi va devorni qalinligiga alohida ahamiyat beringlar. Meni tirsagimdan bundoq qilganimda даже qo'limdan ham uzun, to'g'rirog'i qalin qilingan ekanda. Endi bu yoqdan mana zinalarni ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqamiz va yo'lga yana sekin kirib kelganimizda kengayib boradi. Mana shunaqa juda ham chiroyli dekorativniy gullar, aksessuarlar qo'yib qo'yilgan. Birinchi ko'radigan xonamiz mana bu tarafda oilaviy do'stlar davrasida yoki qanaqadir mehmonlar kelib qolganda, qarindoshlar kelib qolganda o'tiriladigan xona. Buni endi living room desak ham bo'ladi. Bunaqa mягкийlar qo'yib qo'yilgan. Endi bu mягкийlar mana shu uy uchun moslab olingan, menimcha olib chiqib ketishmasa kerak. Plus yana har bitta xonada konditsionerlar. Endi buni yonginasidan marhamat mehmonxona, kattagina keng mehmonxona. Adashmasam, mehmonxonamizning kengligi 5 metrdan oshuv, uzunligi bilmayman, 8 metrlar chiqib qolsa kerak. Endi men chamalab aytyapman.
pardalari, mehmonxonaga mos lyustra, qandillar va stullarni ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz, o'rtoqlar. Bu yoqda mana yo'lakdan kirib kelganimizda alohida ko'rishingiz mumkin, hojatxonasi qilingan. Mana shu narsa zo'r qilingan ekan, alohida qilib. Va buni yonginasida kattagina yuvinish xonasi mana shunaqa ko'rinishga ega. Endi bu yoq yo'lakdan ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonaga kirib borar ekanmiz. Oshxonada mebel, texnika, televizor, xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Mana bunaqa posudomoyka zo'r brendlardan qo'yib qo'yilgan ekan. Mashinalar, texnikalar, mebellarni qaranglar. Hammasi palon pulga yasattirilgan. Pardalar, konditsioner, kattagina xolodilnik, qo'shimcha suv kullerlari, 6 kishilik mana stullar. Bu yoqda endi stolovoyni oshxona qilingan ekan. Mana shu televizor ko'rib, choy poylarni ichib keyin ertalabdan ishga keturilgan xona. Endi bu oshxonamizning yonginasidan birinchi qavatimizdagi bu 3-xona. Xonalar juda ham ko'p uyimizda, o'rtoqlar, umumiy hisobda 10 ta xona bor. Bu birinchi qavatdagi 3-xona bo'ldi. Buni endi hozir garderob qilib foydalanishayotgan ekan, odam soni kam bo'lgani uchun. Buni yonginasida asosiy yotoqxona, kattagina kravatlari, televizor, konditsioner, hamma narsalar bilan tayyor. Bu birinchi qavatimizdagi 4-xona bo'ldi. Ikkinchi qavatimizda 6 ta xona va bitta katta hol bor. Hozir yo'lga chiqib ko'ramiz, ketdi. Qadrdonlar, ikkinchi qavatga chiqqanimizda biz ikkinchi kattagina keng living roomni ko'ramiz. Sharoitlarni qaranglar. O'zimni to'g'risi rosa havasim kelyapti. O'tiradigan mehki divanlar qo'yib qo'yilgan, bu yoq tarafda televizor, konditsioner, uydagi deyarli hamma narsa qoladi. Endi marhamat, mana yotoqxonani ko'ringlar. Kattagina ota-onalar uchun mo'ljallangan mana shunaqa kravatlari va hamma mehkilari bilan tayyor holatda. Bu birinchi yotoqxonamiz bo'lyapti. To'g'rirog'i ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxona va bu tarafdan mana xonalarga bo'lingan. Ikkinchi qavatimizning o'zida 6 ta xona bor. Bu uycha juda ko'p farzandli oilalar bo'ladi-ku. Mana shularga menimcha juda ham bir ma'qul kelsa kerak. Narxini ham zo'r qilib belgilaganmiz. Hozir video davomida narxini aytaman. Bu ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona. Uy egalari deyarli foydalanishmagan. Shunchaki bu yerga garderoblar, mana bunaqa ugolok, burchi, mehkilar qo'yib qo'yishgan bo'ldi. Endi buni ham masalan bemalol yotoqxona qilib ham foydalansak bo'ladi-da. Endi buni yonginasida mana 3 ta eshik-ku, 3tasi bolalarga mo'ljallangan ekan. Birinchi qizlar xonasidan boshlaymiz. Juda ham bir yoqimli ranglarda, yoqimli mana bunaqa kravatlar, pardalar hammasi qizlarga mo'ljallab, moslab turib qilingan ekan. Garderoblari tayyor holatda. Ikkinchi qavatimizdagi 3-xonani ko'rdik. Endi buni yonginasidan ikkinchi qavatdagi 4-xona. Bu ham bolalar uchun mo'ljallangan. Kravatlari, gilamchalari, hamma narsalari tayyor holatda, lekin aniq ayta olaman, olgan odam baraka topadi bu uyga. Chunki sotish uchun qilinmagani ma'lum-da. O'zingizlar ko'rib turibsizlar-ku. Bu marhamat 5-xona, ikkinchi qavatimizdagi, bu ham bolalarga mo'ljallangan. Endi buni yonginasida yuvinish xonasi joylashgan. Bu umumiy qilingan. Mana qaranglar, o'tiriladigan joylargacha toshlardan qilinib, yosh kattalar charchab qolishmasin, yuvayotganda deb shulargacha o'ylangan. Oynalar, bu yoqda rakvinalar alohida qilinganligi zo'r bo'pti. Yuvinish xona alohida va mana hojatxonasi alohida qilingan. Kimdir yuvayotganda agar umumiy qo'rilganda bitta qilib zaynat bo'lib turaverardi-da. Bu yoqda yana living roomga qaytdik. Living room ko'pchilik tushunmasligi yoki o'zbekcha gapir deyishi mumkin. Prosta chiroyli bo'lgani uchun men gapirib shunaqa talaffuz qilmayman. Living room ma'nosi mehmonxona yoki oila davrasida o'tiriladigan xonalarni mana shunaqa o'sha Amerika, Angliyada o'sha obzorlarni ko'rganimda living room deyishardi. Shundan kelib chiqib gapiryapman. Endi aybga buyurmaysizlar, faqat o'zbek tilida gapir, inglizcha, ruscha qo'shma deb aytmanglar. Chunki biz o'rganib qolib bo'lganmiz, rus tiliga ham, qaysidir ma'noda ingliz tilini ham o'rganishga harakat qilyapman. Shu sababdan gapirib ketyapman. Xo'p, o'rtoqlar, bu ikkinchi qavatimizdagi oxirgi 6-xona. Buni yopiq balkon desak bo'ladi. Aslida bitta xona. Bu yoq ham ataplina qilingan, to'pli pollar qilingan, issiq bo'ladi qishda. Men o'zim o'yladim-da, buni ham agar mana bu ko'rpachalarni olib tashab, bolalarning kravatidan bu yoqga bitta va bu yoqga ikkita qo'yiladigan bo'lsa,
Bolalar uchun yotoqxona qilib ham foydalansa bo'lar ekan. Endi hamma o'zini sharoitidan kelib chiqqan holatda uydan foydalanadi. Kimdadir 5 ta bola, kimdadir 7 ta bola. Bizani endi baribir o'zbek xalqimiz bolakay xalq bo'ladi-ku. Uyni ko'rdinglar, sizlarga to'liq ko'rsatib, har bitta xonaning qatida nima turganigacha tushuntirib bera oldim, ko'rsatib bera oldim deb o'ylayman. Obzorimizni, uyimizni sizlarga manzur kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunaqa ko'proq variantlarni aniq lokatsiyalari bilan kartadan o'zim ko'rib olaman desanglar, bizani ekranda Telegram kanalimiz chiqib turadi. Usqurilish, shuni Telegramga kirib, usqurilish deb qidirsanglar ham chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta uy qidirayotgan bo'lsanglar yoki uy sotmoqchi bo'lsanglar, bozor narxlari qanaqa bo'lyapti, hammasi bo'yicha ma'lumot olib borasizlar. Siz ekranda uy egalarining nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz, telefon qiling, kelib ko'ring. Lekin uy haqiqatda zo'r ekan, shaxsan o'zimga rosa yoqdi. Hamma niyat qilganlarga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.